Assalomu alaykum. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasining aziz ko'rarmanlari, hammanglarga Abdurim G'aniydan salom. Bugungi suhbat programmamiz alohida programma bo'lganligi uchun tuyuqsiz bu programmani boshlab qoldik. Bugungi programmamiz Uyg'ur choyxonasi suhbatxonasining ya'ni fan texnika sayfisi. Yangidan fan texnika sayfisi deb ochdik. Buningga ilim-fan dunyosidagi yangi texnika, yangi narsalarni tunishtiramiz. Bugungi bu tunji soniga Yaponiyadan qarindishimiz Qavuljon Abdurimni taklif qildim. Assalomu alaykum Qavuljon Abdurim. Uyg'ur choyxonasi suhbat programmasining fan texnika yangiliklari sayfisiga qatnashib berganingizga ko'p rahmat aytaman. Va alaykum assalom. Sizga rahmat. Rahmat. Bugungi suhbat programmamiz 2005 yilning tunji oydagi yuqori fan texnika yangiliklari mush sohada bo'ladi. Xalqimizni ilim-fan bilan shundaqla ilim-fan dunyosidagi yangi texnikalarni bildirish maqsadida qarindishimiz bilan paranglashib mush sayfini boshladik. Unda bo'lsa men ekronni qarindishimiz Qavuljon Abdurimga beraman. Avval o'zingizni bir tunishtirib o'tib, ana suhbatni boshlasak rahmat. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hozirgi vaqtingiz xayrli bo'lsin. Men Yaponiyadan Qavuljon Abdurim 2014-yili Yaponiyaga keldim. 2022-yili o'zimning doktorlik o'qishini tamomlab, hozir bir shirkatda ishlayapman. Hozir mening qilayotgan ishim shu sonliq ma'lumot analizi, ya'ni mashina o'rganishni qilyapman. Undan boshqa o'zimning qiziqishlari bo'lgan shu kvant texnikasi deganda yuqori fan texnika va Uyg'urlar degan bir YouTube bir temada suhbat boshlagandim. YouTube kanalda Qalbil degan bir YouTube kanalim bor. Agar ashunga ergishsanglar darslik shaklda so'zlanib yonadi. Men hozir kvantum darsi va statistik darsi so'zlanib yonadi. Endi bizningki shu nimish bu to'rt texnika, boshqa texnikalar yo'qmi deganda, mening o'zimning ham qilib baqqan, ham qilayotgan ishlar bo'lganligi uchun mush sahani oldim. Ham tunji qatimda IT, ya'ni information technology degan gap. Ashunda IT-da xizmat tushdim uning keyindan. Undan o'tib hozir AI ning ichidagi machine learning deganni qilyapman. Andan cho'g'da quantum texnikasi, quantum machine o'rganish deb yangi chiqdi bumi. Uni bilan elib yonayapman. Uning keyin cho'g'da 5G texnikasi, 6G texnikasi deganlarga qiziqadiganlik muammosin o'rganib o'rganib degandek. Shu men 4 lisni ham bir azroq o'sim qilib baqdim. Ham hozirmi qilyapman. Shu mushu 4 texnika hamda yuqori texnika bundan keyin 2025-yili shu yuqori fan texnika yili bo'lib qilish mumkin deb nimqan bir vaqt so'zlagandim men. YouTube kanalida. Shuningdek, hozir qarasak, Uyg'urlarningki shu yuqori fan texnika bo'lgan tushunishininki degandek yuqori emasligini ko'z tutib, endi bir to'plamningki madaniyat saviyasi, sapasi qancha bo'lsa, shu to'plamda cho'ng bo'lgan bolalarmi ash to'plamning sapasidan o'tib ketolmaydi. O'tib ketadiganlar 1-2% chiqadi endi. Shunga yuqori sapaliq to'plamni yetishtirgan vaqtimizda yuqori sapaliq insonlar yetishib chiqadi deganni asos qilib o'sha programmani boshladik. Rahmat. Unda bo'lsa, siz avval o'zingiz tayyorlagan narsani bir tushuntiring, uning keyin savollar qismiga ketaylik. Yani bugun shu AI texnikasi yoki IT texnikasi, big data, ya'ni cho'ng sonliq ma'lumot amri, kvant texnikasiniki 2025-yilning tunji oyi, ya'ni 1-oyda, hozir bugun 31 bo'ldi, o'tib ketdi. Ash oyda yangi chiqqan texnikalar va ashnandagi o'z bundan keyingi yo'nalishlar degan temada bo'ldi. Asosan suhbat shaklida bo'lganligi uchun bunda tafsiliy to'xtalib ketmaymiz. Faqat qanday texnikalar maydon chiqdi, buningki qanday ishlatilyapti, bundan keyin qanday taraqqiyotlar bo'ldi degan asos qilgan shu 3 temani cho'rigan asos qilib boramiz. Endi birinchi qadam deganda shu hozirgi Facebooklarda va hamma xabarlarda top news deb qo'yganda eng xabarlar bo'lib ketgan DeepSeek, Jungo'ningki DeepSeek degan bir sun'iy aql
bu maydonga chiqqandan keyin degan vaqtda o'sha OpenAI, Gemini deganda, Colab degandeklarninki pay nimasi chiqib ketganlikdek xabarlar chiqib ketdi degan. Endi bu nimishqanda bozor tep ketdi deganda buningki bahosi nihoyat tuvanchi buningki. Yana pray bahası deymiz. Mana qarasang masalan resimda ko'rsatib qo'ydim OpenAI bilan shu DeepSeek'ninki bahası yoki bo'lmasa boshqalar bor. Buning ChatGPT, uningki boshqa Queen degan yana shu Jungo'ninki degandek. Uningki raqobat ta'siri shu ChatGPT'ninki va DeepSeek'ninki, uningki DeepSeek bilan Nvidia'ninki ta'sir qanday ta'sir bo'ldi degan narsa ozroq tushuntirib o'tib ketay dedim. Resim mangdosanız bo'ldi. Raqobat va ta'sir degan. Endi ChatGPT'ninki mening qarashimcha ChatGPT'ninki DeepSeek qanday ishlaydi degan men ikki xil qarashdachi buningda. Ya'ni birinchi xil ahvol degan vaqtda ya'ni gumaniy qarash, nimishqa degan vaqtda bir davlatninki nomi kopiya qilish, ya'ni ko'chirish bilan nomi chiqib ketgandan keyin uni hozir xalqaro qanday gap bo'lsa Amerika ijod qiladi, Jungo kopiya qiladi. Yevropa ittifoqi uning standart bekitdi degan bir dаңлык bir gap bor. Ana qargan vaqtda bunday bo'lgandan keyin cho'qim nima yozsa shuni bu kopiya qildi deb qaraymiz-da. Yani mening o'ylig'im endi kopiya qilsimi buning oqibatda masalan DeepSeek ishlatyapmiz, ammo oqibatda ChatGPT'ninki bu fikrlarni tatib ekilgan shaklda ishlatyapti deb qarayman-chi buni. Endi nima qaraysa degan vaqtda buningki so'zligi o'zining e'lon qilgan vaqtimi buning ketgan iqtisodning nihoyat ozchi. Ya'ni 6 millionlam qolganlar necha milliard mablag' so'rasa bu 6 milliondan tutdim dedi. Ya'ni boshqalarning odatda eng tuvan selishtirsakmi 10 dan 1ga teng kelchi buning sog'an mablag'i, tutgan mablag'i. Nimishin azan shu. Aşından qarab men nimish buni bunda azani yo'qda men faqat bularninki mush DeepSeek'ninki bu 6 millionni mushni aşı deliqi ügünish uchun mush mashina ügünishda deymiz ana mashina ügünish uchun sarf qilgan pul deb qarayman-chi buningga. Boshqa ishlayotganlarning puli uningki software hardware deymiz, qattiq detal, yumshoq detal deymiz. Ularga sarf qilgan pulni qo'shmaganmikin deb qarayman-chi. Yana birisi bu DeepSeek'ninki nimasi boshliqi qurg'uvchisi buning 2000 tal AI GPU ishlatdim deb qaraydi buningga. Odat 2000 tal nihoyat ozchi uningda. Eng az bo'lganda 10 ming tal, 50 ming tal ishlatdi degan. Endi 2000 tal bilan mangdira oldim deganlik agar mening qarashimda yolg'on deb qarayman-chi buni. Chunki nima ish qilyapti? Mush DeepSeek'ninki nimasi CEO'si, ya'ni boshliqidan qurg'uvchisi. U Trump nimaga chiqishdan burun, prezident bo'lishdan burun 10 ming, ya'ni 100 ming dona shu AI GPU'ni Nvidia'dan zakaz qilib ketganchi bu. Shuni 50 mingni olalabdi, 50 ming kelganda Trump chiqqandan keyin uning shaq qo'ygandan keyin ololmagan gap. Nek 50 ming tal qo'lda bor degan gapda uningki. Uning qo'lda 50 ming tal bor, ammo 2 ming talni ishlatdim dedi. Degan. Endi bu tarafdan qaragan vaqtda bu yolg'on so'zlardir deb qarayman. Endi ikkinchi joyda nimaninki Alibabaning yasagan bir nimasi bor-ku, shu Nvidia'ninki shu A100 degan bir chip bor-ku, GPU bor. Ashning bilan iqtidor o'xshab ketadigan bir chipni yasadik deb shu Alibaba shuni e'lon qilgan-ku o'zi. Demak, ashninkini ishlatgan bo'lishi mumkin deb qarayman-ku endi. Endi ikkinchi qarashga degan vaqtda agar shu haqiqatan shunda ilg'or yasayolgan bo'lsa, demak buni odatdagi kichik shirkatlarmi, kichik shaxslar balkim yasay olishi mumkin deb qarayman-da endi. Agar haqiqatan unda bo'lgan bo'lsa, endi unda bo'lish ehtimolligi. Shunga Nvidia'ninki chiplarga bo'lgan talab, nima deymiz, talab tuvalab ketdi degan gap. Haqiqatan shunda degani rost bo'lsa, Nvidia'ninki unda ko'p GPU elishninki o'rni qolmaydi degan gapda endi bu. Anikini mustaqilligi va bexatarlik. Odatda bu DeepSeek'ninki mustaqilligi yo'q deyarlik. Ya'ni bu nimaga masalan shirkatlarning nimani Jungo hukumatining ostida kontrolligida. Ya'ni o'zi oldiq bir narsa qilolmaydi degan gap. Masalan, Jungo hukumati aloqador mazmunlarni qilgan vaqtimizda ular qarta cheklamasi bor.
Bu tarafdan qaraganda mustaqillik yo'q deb qarayman. Endi bexatarlik degan vaqtda bexatarlik degan vaqtda bexatarlikka buningki tuven deb qarayman. Chunki buningki o'sha kirgizgan sonliq ma'lumotlar, uchurlar hammasi shu Jungo hukumatiga topshirildi deb qarayman-chi men. Endi bundan keyin balkim DeepSeek'ninki cheklimlar to'xtamay ko'payib ketishi mumkin. Yevropa davlatlari, Amerika degandek davlatlarda bu bexatar emas deb cheklab o'tishi mumkin. Endi buniki ko'rinmaydi degan vaqtda ma'nosi bo'ldi. Buni ko'rinmaydimi? O'sha ChatGPT'ninki asosan o'xshab qolgan ko'rinmaydi bu buniki. Ma'lumot qoldim ekran. Ko'rinmaydimi asosan ChatGPT'ninki o'xshab qoldi. Uningki endi joyga vaqtda ChatGPT va ikkisinikiga selishtirib qo'ymaydi. ChatGPT qarasak buningki iqtidorlari haqiqatan ko'p degan. Endi to'g'ri ChatGPT'ninki pulliq, ammo Gemini va DeepSeek'mi balkim asta-asta o'rilishi mumkin bahosini. Uniki meyada DeepSeek bilan boshqa sinaqlarniki nimasini selishtirib qo'ygan, data ishlab chiqargandiki, ashlarniki to'g'riliq darajasini ko'rsatganda buningda. Ya'ni qarasaqlarimiz DeepSeek'ning asosan ishi quriladi. Endi qarasaq Coin 2.5 deganninki 90% ekan. Demak, buni e'lon qilgan DeepSeek'ni e'lon qilgan zamonlar Alibaba chiqib, Coin 2.15 ning Max degan nashr nusxasini e'lon qildi. Buning o'zi aşağıda e'lon qilgan vaqtda buning iqtidorlari va accuracy, to'g'riliq darajasi debchi. To'g'riliq darajasi o'g'inish saviyasi debchi. Buni shu nima DeepSeek V3 dan yuqori deb e'lon qildi-chi bu. Endi men uni keyin nimada DeepSeek'ninki shu nimasiga sig'imchanlik deydi. Menda sig'imchanligi buni qarasak, hammasidan odatda ko'p bo'ladi. Masalan, o'ylaymanki 405 odatdagi normal uyingizda mangdiranmaysiz. Buni xillam yuqori talab olingan. 670B degan bu. Demak biz shu eng tuvinni mangdira olamiz degan gapda. Bu selishtirib qo'ygan buni shu qolganimda ko'rib olsak bo'lgan gap. Qolgan odatda ba'zilari yuqori ko'rsatdi, ba'zilari tuvan ko'rsatdi deydi. Ma'lum degan vaqtda bu shu o'g'inish jarayonida yo'qitib qo'yishchalik deymiz, unutilishchalik deymiz endi. Ashniki nimasi ko'rsatgancha. Bunda qarasak ChatGPT'ninki nima DeepSeek'ninkini hammasini chiqarib, ChatGPT'ning 79.13 deb qo'ygancha. Bir xil aloqa. ChatGPT'ning o'g'inish nimasi unchalar tuvan emas amaliyotda. Uniki nima oxirida shu DeepSeek'ninki qurg'uvchisi. Buni qarasak DeepSeek'ninki nadin kelganligini, ya'ni hukumat bilan munosabat yo'qligini bunda ko'ra olamiz odatda. Shu endi DeepSeek uniki endi o'zininki yana bir mush oyda yana bir nimasini e'lon qildi, Genius Pro deydigan. Bu nima qildi degan vaqtda bu xet orqali xet kirgizib bersangiz, ashnaqa asosan rasm yasab beradi sizga. Keyin nima desam, Genius Pro degan. Bu neyinki bu Genius Pro degan? Bu DeepSeek'ninki mushu. DeepSeek'mi? Mana e'lon qilib bo'lgandan keyin mana e'lon qildi. DeepSeek Genius Pro'ni. Ya'ni buningki nimasi rasm ishlab chiqarish sifati xillam yuqoricha buningki. Qarasak mana yaxshi rasmlarni shu tekst kirgizgandan keyin ashnaga asosan rasmlarni loyilab bizga chiqarib beradi degan. Ushbu rasmlar ashnaga loyilagan Yunus Pro'da. Hammasi rasmlarniki mushunga asosan. Ustidagi degan vaqtda boshqa siniy yaqinlarniki ishlab chiqqan rasmlar. Aniki macho degan vaqtda meniki aniqlik darajasi yaxshi degandek-chi. Uningki ostidagi rasmcha degan vaqtda buningki iqtidorlari, qaysi taraflarga qarta iqtidorlari bekrak kuchli bo'lgan degandek. Keyingi rasm qarasam. Mana qarasak qaysi taraflarda iqtidor texniki ko'rinarlik bo'lgan degandek narsani ko'rsa. Uningki degan vaqtda yana bir yangilik OpenAI'niki O3 Mini ni e'lon qildi. Asli bu oyda OpenAI'ninki yana operator degan bir assistent bor. DeepSeek chiqqandan keyin uni to'xtatib qo'ydi. Balkim uni kelar oyda chiqarib qilish mumkin uni.
operator assistant deb. Onunki şu öydik şu sizning yaningizda anaqa ovozli shaklda sizdan so'zlashalaydi ham sizningki degan buyruqlaringizni ijro qiladi. Uninkidan uydagi narsalarga urinna oladigan shaklda qilayotgan narsa shu. Sen uydagi narsa degan to'nglatqu, mikro o'choq degandek narsalarga urinna kiralik degandek narsalarga urinna oladigan shaklda layinlayotgan. Uninkidan jo'da yo'qda ma DeepSeekning yana mush AI'ning hamda bexatarlikka degan narsa biroz endishlar paydo bo'ladi hozir. Bexatar deb sun'iy aql xatarlikmi, xatarlik emasmi degandek. Ma'no qarasak jo'da yo'qda sun'iy aql orqali ilxit adresi nurg'un boshliq ilxit adresi yo'llanadigan ishlar ko'payib qolgancha buningda. Ya'ni axlat ilxit deymiz hamda qasddan yo'llab qo'yib, uni chekkanliklar boshqa narsalarga echildigan degandek. Aslında işler köpüyüp ketken. Onun kendine jo'da yo'qda yani bir adamning resmini chiqarib ko'rdik. Buning jo'da yo'qda buni bir ayol, yani eri va ayol bu AI bilan sun'iy aql bilan nima deymiz, munosabat o'rnatgancha. Ya'ni shu xuddi boshqa odam bilan handadek muhabbatlashgandekcha masalan. Shunda munosabat o'rnatib, ammo eri fuqdigancha uni. Xuddi shu ichidagi gaplarni to'kkandan keyin mushum ashning qarta inkos qaytiribcha. Xuddi haqiqiy odam bilan so'zlashayotgandek bir xil ahvolni shakllantirgan. Resim boshlaganda xuddi telefon shu chiqayotgan bir ko'rinish. Hozir shu nima bo'lib ketdi? Xuddi shu normal odamdek so'zlab turgancha ovozli shaklda chiqarib ketmasmi? Mushum mashunda shaklda o'zi tanlay oladi, buni bosh suratlarini degandek. Shunda ishlar e'lon qilingancha nima X'da Twitter'da e'lon qilingan. Uni keyin nima ko'playdan chiqarib qo'yib, buning jo'da yo'qda mushuningmi resim yashash iqtidori qo'shilgan ma'noga. Mana API bilan Google jo'da yo'qda bu cho'ng sonliq ma'lumot ombir qurish to'g'risida bular bilan hamkorlashadi degan. Mana uning keyin bu oydagi yana mush birinchi oydagi eng cho'ng yangilik nima degan vaqtda mush zihn o'qish va ifodalash. Bu Junguninki bir AI şirketi, yani asıl Neural Technology Company'dan bir şirket. Nerve Tor teknikasında. Aslında bir şirket bunu ilan kıldı. Hakikaten ama 18 yaşlı kızı sınav kıldı çoğu bunu. Bu nimo diye baktı. Bu kallan siz oylagan ne? Okuyalaydı o hem sizden siz ifadelep bereleydi. Sizden paranlaşalaydı denge. Değil mi de? Sizden oylagan düşünceleriniz başka, sizden oylaganınızda okuş başka. Oylaganınızda avadi ifadelep çıkarıp biriş başka yap koy. Şundaq. Kallımızda oylayalgan bilen ağzımızdan çıkaramasak yani başkalar fıkmaydı onu. Aşna oxşaydı. Kallımızda oylagan ne? Oylaganını mı ufqalaydı? Onunkini oylagan qasasan aşını yazıp bereleyden gap, ifadelep bereleyden gap. Bu eng yangi texnik mi bu shunda bo'lganda? Eng yangi texnik hozirgi Elon Musk'ninki chip taqaydiganni oldin qilib chiqqan-ku ashningmi? Endi demak bu oldiga kirib ketadi deganda. Shunda bo'lganda 18 yoshli texnik shunda bo'lganda? Bu Xitoyning oldinma bu texnika va yangi e'lon qilgan bu texnikasi? Bular emas, xiljiqlar oldi. Ani keyin ayolchi bir xil nima bir xil kesel ekanchi badanilik bir narsaga yaqin quvish qilish degandek bir xil kesel ekanchi bu ayolniki. Ya'ni gap qilish qiynalib qilish degandekchi. Ashunda ayol ekan, shuning bilan bu gap qilish qiynalib qilish degan gap chiqarmaydi-ku endi. Anda ondan keyin ashning sinab qilgancha doktorxona bilan birlashib sinab qilgan buni. Manda o'qib qolsalar, o'shsiz odamlar bo'sh qo'yib odamlar ham shu qallis o'ylagan musharqa nima qilgan gapda kelgusida. Shu mengiz uchiq qo'yslar, o'ylig'ini ifodalab chiqara oladi. Sen qo'llari ishlamaydigan, putlari ishlamaydigan odamlar bo'lganda. Ashlar joyga yo'qda, masalan, yerim badan ishlamaydigan bo'lsa, ashni yerim badalik mengishdek bir xil o'ylasa, mengishdek bir harakatni. Demak, aniga bir xil jozib bekitsakchi, ash u mengishdek harakatni aniga berdi, u kodga asosan uni mangdirdi degan gapda. Endi shu menga chipta taqashgan narsani kelgusi bir reallik oylanib hamda hammamiz shu robot ishga ketib qolgan gap o'sha unda menga qilib qolsamda. Bu hozir hammadan taqashdan qo'rqaydi-ku. Vaqt kelganda hammadan pul berib taqtadi. Mening o'ylaganimda endi. Qara unda yana kelamiz-ku taxavala. Undan keyin
database qurish keldi. Stargate degan bir nima qurdi. Bu projekt aslida Amerikaningki 2012da boshlangan projektchi bu. Trump qo'ygan bir narsa emas bu. Trump yangidan qo'ygan narsa emas. Ammo hukumatning qo'llashiga erishamay kelayotgan, erishim az erish kelayotgan bir projektda bu. 2019-yilga kelgan vaqtda erishdi, ammo Baydenning har xil cheklimlariga, sun'iy aqlninki bexatarligi, uchur bexatarligi degandek narsalarni qilib, uning cheklimasiga uchirganchu. Uni keyin Trump chiqqandan keyin u cheklimlarni, masalan, TikTokning sho'g'i Bayden chekildi, Trump chiqib yo'q qildi degan gap. Bu degan bu nima degan gapda bir aniqroq bir tushuncha bersangiz. Bu Stargate asl cho'ng bir projektchi. Ben Amerikaningki shu IT, AI, big data, quantum texnics hammasini yig'ib ekilgan bir cho'ng bir projektchi bu. Yani 500 milyard pul bu. 500 milyard. Yani bu nima ish qildi deyapti? Bularning maqsadi, eng orqi maqsadi mush projektniki. Mush AGI ga yetish degan gap. Yani asıllıqçı sun'iy aql deb tarjima qilib ekan bir qarindoshimlarni. Asıllıqçı sun'iy aqlga yetishgan gap. Endi bularniki masalan bizningki dunyoda 4 cho'ng texnik sanoat inqilob bo'ldi-ku. Masalan, birinchi sanoat inqilobi, ikkinchi sanoat inqilobi, uchinchi sanoat inqilobi bormi? Fan texnik inqilob degan. Endi 5-chi bir sanoat inqilobi borchi. Bu yaqinda keladi-ku, eng qisqa zamonda 20 yil men 20 yilda aytmayman, balkim 10 yilda kelib qolishi mumkin degan gap. Yana bir sun'iy aql 5-chi sun'iy aql nimasi bor? Yani bütün hamma soat ham deb shunday bo'lganda. Masalan, birinchi sanoat inqilobida kim kuchlanib chiqdi, kim yo'qoldi? Osmon imperiyasi yo'qoldi-ku. Babur imperatorligi qulib oldi degandek. Endi ikkinchi qadamliqda degan vaqtda uning nima Jungo yetishmay qoldi. Jungo keyindi qoldi. Nima uchun Rossiyacha degan vaqtda Rossiya aran ilishib oldi, qo'lini ketib qolgan mashinaga ilishib olgandek-chi. Qolganlar keyindi qoldi. Endi 4-chi qadamliq nima sanoat fan texnik inqilobiga kelgan degan vaqtda uningmi yana Amerikani oldida o'tib ketgan gap. 3-chi qadamliqda dalda. Endi 4-chi qadamliqda deganda mush IT texnikasi, AI texnikasi boshlangan degan vaqtda buni tuta olganlar Jungo eng boshda ching tuta oldi degan. Uning keyin buni eslab olgan yana bir davlatlar bor. Kichik davlatlar Turkiya bor degan. Eng addisi bizning yaqinimizdagi. Turkiyaningki mush yaqinqi zamonda taraqqiy dronlarning nimasi chiqadi-ku, daniq. Demak, ular persent ching tuta oldi degan. Endi bizga vaqt degan vaqtda biz hech nima tutamadik. Bizga to'g'ri shunday. Endi alma degan vaqtda alma telefoni Alma intelligensi degan bir nimani qo'ydi-ku, alma aqli degan. Men aql deb tarjima qildim. Buncha vaqtda bu maydonga chiqqandan keyin degan vaqtda buning ekkagan uchurlarningki to'g'riliq darajasi biroz nima bo'lgan-ku. Xatolik farq ko'rilgan. Undan keyin Yevropada uni cheklanish ehtimolligi bo'lish bor deb buningki. Shunga bu o'ziningki Apple Intelligence degan sun'iy aqlni to'xtatib oldi-ku bu. Kechirim so'rab to'xtatib oldi. Balkim buni kelar oyda yoki 3-oyda chiqarish mumkin degan, ya'ni maydonga chiqarish mumkin. Endi Italiyada Nvidia degan vaqtda bu shu kuchli bir kompyuter qurish, ya'ni sun'iy aqlga ishlatadigan bir kompyuter qurish, nimasida database, ya'ni sanliq ma'lumot ambir qurishda hamkorlashdi. Bular eng hozirgi nimasida 4 milliard mablag' silindi degan. Onun kendi Hindistan'daki Microsoft'dan ikisini çıkardım. Ben bunun neymiş çıkardım diye vaqtda Microsoft Hindistan'a berip Hindistan'da 2030-yılgacha aşağıda data center, yani çoğun sanliq ma'lumot ambir qurish ishi. Onun kendi diye vaqtda 2030-yılgacha 10 ming qadar 10 ming aşı AI'ga ishlaydigan xizmat tarbiya ishlaydigan injenerlarni tarbiyalash. İşe qarşıdan məbləğ saldı bular. Endi yana bir söz yoxda Hindistan OpenAI'ga biraz cheklimlarni ekkaldi-ku. OpenAI'lar biraz sotuq chiqib qoldi degan. Nima qildi yoxda? Hindiston maqolalar qildigan nashr huquqini daxl qilganlik degandek-ku. Bizdan ba'zi pulliq maqolalar bor-ku. Uni pul vermisiz, a'zo bo'lmasiz o'qiy olmaysiz degan. Uni cho'da yoxda tatib ekilar degan-ku OpenAI. Shuningdan bular
hozir nima kirib qolgan, sotib chiqib qolgan. Endi data center keldik, gap qoldik endi. Cho'ng sonliq ma'lumotlar ombiri. Buni jo'da vaqtda o'sha mayda yana birisi keldi, 2000 mushu ayda 29-yillar deyman. Queen'ninki 2.5 Max degan birisini o'tirib qo'ydi-ku bular. Alibaba shirkatiniki. Bu Alibaba shirkatimi? Alibabaniki. Alibaba shirkati qo'ydi. Buningki hozirgi nimasi? Performance deb qo'yamiz-ku, ishlashchanligi. Buni ishlashchanligi nimasi? Diksiktimmi yuqoricha buningki. Haqiqatan men ishlatib baqdim-ku bularni, ishlatib qilib. Ama buningki nimalarim ko'pcha ham rasmiy yasalaydi, ham hozircha qisqa video yasalaydi. 10 sekundlik, o'tib ketsa 5 minutlik degandek. Ashunda videolarni tekst kirgizsiz, ashunaqasidan videosiga sapir dengan. Ana meniki ikkinchi rasm chiqarib qo'ygansa DeepSeek nima shu Jungo'ninki ta'siri bor. Masalan, Uyg'urlarga munosabatli uchurlarni kirgizgan vaqtda, Jungo hukumatiga munosabatli uchurlarni kirgizgan vaqtda bizga to'g'riliq uchurlarni ta'minlash cheklanmoqchi. Shu ma'ni. Michel, bir narsa so'rasam, sizniki nima troll atqa shu DeepSeekninki nimasiniki troll atqa o'qishtirib, anasini ishi qochlab. Müştəki bu Twitter'da mı ekstremlar küçük qolğul qozğulucu bu rəslərnikine. Hem de Xitayninki G'arbga yana bir yushurin bir nimasidan kirishni degan cho'ng bir signalda bu rəsnikine. Siz bu sahanınki nimasi bo'lgandan keyin sizniki tadqiqot nimalaringiz ham bilingiz jiqroq. Endi buni e'lon qilishlarga nurg'un odamlar hamda o'zining telefonlari qochlab nurg'un sinab baqdi bu narsani. Osh jarayonida uchur o'g'ilab qila olamdi. 100% ash Amerika Jungo hukumatiga bordi. Hozir. Men qochlab baqmadim, telefonimga TikTok yo'q mening telefonimda. Endi jiqadamda ba'zi qochlab baqtirganda bir to'g'ri kirib baqdim, men qochlab baqmadim, shuni so'rab baqaydimda hamda. Shuni nurg'un deb. Asl ChatGPT'ning bor-ku bu. Ama ChatGPT'nin o'zingiz tanışa olasiz-ku uni. Mening kirgizgan uchurlarim ash nimasiga bormison deb. O tanışa olasiz, qaysining borganligi, qaysining bormaydiganligini siz bilmaysiz, endi o'zi biladi. Bugun o'sha DeepSeek'da 3 kundan oyog'i bo'ldi-ku, masalan, o'sha Uyg'urlarga to'ng qo'llaydigan ba'zi nimalarni sosyal medialarda e'lon qilganda Uyg'urlar kimlar qayerda yashaydi, Uyg'urlar haqida so'zlab bersa, dastlab shunday yozib bir 5 sekundlik o'chirib-yotdi-da. Keçiriyorum bu sözgürt nimelerdə. Ona görə Xitaylar Tiyananmen haqqındakı nəsə yazğanı onu çıxırıb bəm, dəsəb çıxırıb ki, öçürüb etdiyəndək bu nəsələrni həmiz durub durdu. Yəni Xitay Kommunist hakimiyyəti bunu kontrol etdiklərindən bilib durdu aşkı nəsələrində həm də fikirlərini oğulaydığanlığı. Bu uğulam emasçı bu. Mesela sizinki IP adresiniz yoki həm fikirləriniz aşağı barıdı. Şu mənalı atның hekayəsini bilirsizlər qoyaqcan. Ana içiga düşmanlar kirib qal'ani ichidan pati qildi. Ashuna o'xshab. Shuningdek TikTokning cheklanishi, ma'ning cheklanishi Yevropadan balkim hozir xil mening anglashim Italiya bir davlat chekladi deyman. Italiya cheklab turmagan, Boshqalar cheklaydi deb qarayman-ku. Uning keyin bu sonliq ma'lumot ombiri kelgan vaqtda bu 2016-yilda qurgan Jungo. Eng chong sonliq ma'lumot ombiri. Buning o'zi vaqtda hozir yani texnik ko'p quryapti-ku bular. Masalan, Baidu'ning shirkati, Baidu'ningki bor Kunlun degan bir projekt va uni quryapti deyin. Uning keyin Alibabaning hamma shirkatlarining bor deyin. Endi Jungo hukumati mushu cho'ng sonliq ma'lumot ombiri qurishga 100 milliard mablag' soldi-ku. Hukumat mablag' soldi. Qolgan shirkatning mablag' ayında turib tursin degandek. Uning keyin Redfall degan bir shirkat bor, Redfall degan shirkatlar nima birlashib hozir Google shirkati bo'laydi. Bu nima shirkat Redfall? Redfall Yevropada bir shirkat bo'laymi? Bular birlashib ashna, ya'ni bularmi cho'da yoqda bular bekot olmadi-ku, shu eng chong sonliq ma'lumot ombirini qurib chiqamiz deb o'zining davlatida endi 4 milliard mablag' soldi degan. Uning keyin Quantum aslida Google shirkatiniki 12-yilda e'lon qilgan nemasi, Willow degan. Quantum chip deymiz buni. Endi bu cho'da yoqda bu garchi 12-yilda e'lon qilgan bo'lsa, mushliqi tavada hozir. Bu cho'da yoqda mushninki e'lon qilinishi quantum texnikasiniki yana bir baldaq ustida ko'tarilib ketganligining ifodasichu bu.
Mundala e'lon qilib qo'ygan mesela mushning e'lon qilinishi kvantum texnikasida mesela birinchi pech taqib bo'lsa, 3-chi, hatto 4-chi pech taqib ketganlikning anda yuqori ko'tarilgandek o'xshasak bo'ladi-ku buni. Endi bular e'lon qilgandan keyin degan vaqtda bular mangdirgandan keyin amaliyotda o'zi tasavvur qilgandimmi yaxshi nima qilgancha bularga. Endi buni sen nima chiqarding degan vaqtda men aslida qubit soni kvantum texnikasi kvantum kompyuterda qubit soni ko'paygan sari xatolik darajasi cho'ngayib mangadi-ku asli. Bu qubit soni degani qanday tushunmaymiz qubit sonini. Qubit soni masalan klassik kompyuterlarda kubit bor, bit bor. 32 bitlik deydigan. Endi ular 0 yoki 1 bilan mangadi. Endi kvantum texnikasida 0 va 1 bilan mangadi. Bularni qubit deymiz-ku. Endi ma'laniki asli qubit soni oshgan sari buningki xatolik darajasi oshadi-ku asli. Ammo chipta degan vaqtda unda bo'lmadi-ku. Uni degan vaqtda bular nima deb hukm qildi degan vaqtda bular 70-yildan tortib kelayotgan bir nima bor. Bizning o'sha yashayotgan yer shari bilan o'xshash bo'lgan boshqa nimalar bor debchi. O'xshash bo'lgan yer shari bor deb. Mani isbotlagan vaqtda mani e'lon qilingandan keyin Google shirkatimi biz bunda yaxshi bir ifodasini bunda yaxshi bo'lishini o'ylamagandik, balkim bunda yaxshi bo'lishi yana bir o'xshash bizga o'xshash bir nimada yana bir nima bo'lishi mumkin debchi. Bizga o'xshash bo'lgan bu evren deb qo'ydik, hamda evren bo'lishi mumkin degandek. O'tirib qo'ydik. Shu ma'ni chiqarib qo'ydim. Endi uning keyin joyda kvantum nima ishlaydi yo'qda, mana Jungo hukumatiniki 2012-yili 2024-yili nimada e'lon qilgan nima bir paraddek bir nima o'tkazdi-ku. Ashuna e'lon qilgan nimasi kvantum radar mana. Buni nima chiqadi yo'qda, buni xil burun e'lon qilgan narsa. Buni joyda yo'qda asli 100 kilometrga yetadi buningki radarninki nimasi. 100 kilometr aralıqını sizləyəydi. Hazırca deyə vaxtda bunu 300 ga yetkizish planında məbləğ səlinçə bununğa. 300-dən 500-ə deb 1000-gəçə deyilən planlar var indi. Yəni 300 kilometrdən 500 kilometr 1000 kilometrə deməkçi. Aşarlıqda sizləyəydin. Bu kvantum radarı deyə vaxtda texnikçi başqa dövlətlərinki yox deyərlik. O'sha mana kvantum degan nurg'un adamdagi bir yemish uqumda bu. Bu tariqa o'qonlar bilgan bilan nurg'un adamlar bunimda bir sal bir zag'irtildiroq haqni tushunarli shaklda kvantum haqida bir qisqacha tushuncha bergan bo'lsangiz, rahmat. Kvantum fizikasi asli fizika ikkiga o'rlikda cho'ng deyapti. Birisi klassik fizika, birisi kvantum fizikasi, kvant fizikasi degandek. Endi klassik fizika degan joyda ko'z bilan ko'rgani bo'ladigan narsalarni tadqiqot obyekti qiladi. Endi kvant fizikasi joyda ko'z bilan ko'rgani olmaydigan masalan atom saviyasidagi atomdan kichik elektron, proton, neutron va kvarklarni tadqiqot obyekti qiladigan fizika kvant fizikasi bo'lgan gap. Asli kvantum degan gap yunonchimkina bir gap parcha zarrachilar, parchajiqlar degan turkcha vaqtda. Ashunda kalimaning ma'nosi shu. Buni tadqiqot obyekti shu atom va atom saviyasidan kichik bo'lgan zarrachilarga qaratildi. Bularniki nima so'raydi vaqtda kvantum fizikasidan klassik fizikadagi qonuniyatlar kvantum fizikaga vaqtda ishlamay qo'ydi degan. Shunday bo'lsa, boshqa tadqiqot apparatida hamsa. Endi kvantum radar degan vaqtda dunyodagi hozir eng ilg'or radarlar desak ushib ketmaydi deb qarayman. Endi bu mikro dunyodagi radar yoki masalan bu nimalarni nishon oladi masalanga? Bu masalan hozirgi radarlar degan vaqtda masalan Amerikaniki, Rossiyaning bo'lsin, u radarlar degan vaqtda qarshi tarafning aeroplanini ko'rdi. Ammo qarshi tarafmi radarning o signalni qabul qila oladi-ku, agar ko'rasizlar. Masalan sizga bir qo'lchira tutgan bo'lsa, siz qo'lchira tutganni ko'ra olasiz degan gapda. Endi ma kvantum radar degan siz qo'lchira tutsangiz sizni ko'ra olasiz, siz qo'lchira tutganni ko'rmaysiz degan. Bu bir. Ammo buning kamchiligi bor-ku, texnikcha ravurs taraqqi qilolmadi-ku. Faqat shaklni ko'rsatib beradi, qanday aeroplan ekanligi, qancha cho'nligi, qancha tez suratda ketib qolganligidagi uchurlarni texnikcha berolmaydi degan. Ash kamchiliklari bor degan. Bu asosda hal bo'lsa, demak bu kvantum radarga o'tib ketadi. Endi kvantum aloqalash banda. Bu kvantum aloqalash yo'qda buni mushu Mong'oliya ichki Mong'ollik bir cho'l bor, Gobi.
aşağıda tədqiq qılğan, tədqiq qılınğan. Bu joyda yoqda ba'zi kilometrdagi egizlik, nima bilan 1400 kilometr aralıqdagi tədqiq qılınğan. Buni joyda yoqda kvantning entanglement, ya'ni men alayda ta'sir deb tarjima qilgandim buni. Alayda ta'sir degan bir alaydilik bor. Shu alaydilikdan foydalanib yasalgan texnik. Buning joyda yoqda buningki mutlaq bexatar deymiz buni. Başqalar sizənməydi, anlayamaydı. Yani mavcudu yoxda ama şu Cungo hükümetinki kuantum sunniy MRI, yani kuantum sunniy MRI. Bunu hazır Cungo hükümeti dünyada tuncu bulab kuantum alaq torun yani kuantum telecooperation deydi. Aşını qurup oldu. Yani bundakin taraqqiyat joyda yoqda bular endi hazır şu arliqni Yevropa bilan şu Cungo'daki arlıqdaki aşını tədqiqladı hazır. Muş yılda şunağa məbləğ saladı endi aş təcrübəyə. Unas bu kuantum texnikası şu hazır sizin radar şəkildə qaysı dövlətlərdə var bu texnika hazır sınaq qılıb atqan yoki tədqiq qılıb atqanlar? Bu mening bilishimcha Amerikada bor, Kanadada bor, Cungo'da bor, Yaponda bor. Başqa da yo'q deyim. Başqa da bilmaydim. Yani kuantum kompüter var, ma texnika texi yok. Bu ikisi farklı. Ma kuantum sunniy MRI, yani Cungo hükümetinden çıkargan kuantum sunniy MRI ama. Onun kendi yoqda kuantum sunniy MRI aloqalash markazi men yerda ma uchun ham burun quchurcha shunga bizga foyda so'qan. Ko'rib qolsin deb chiqarib qo'ydim. Kuantum sunniy MRI aloqalash markazi. Bizningki vatanimizningki janubiy tog'da bor. Ken. Aşı uğurlaştırıp oldun bunu, he? Xeyli burun uğurlaştırıp oldun. Biz namayish qilib jirgandan bular uğurlaştırıp oladi. Ana kelma Tibet qarsak, Tibetdagi muqim uğurlaştırmoqchi. Chunki tog'liq rayon bo'lgandan keyin uni muqim uğurlaştırmoqdi. Mo'yaf, bilmayman. Ama qarsak bizningki vatanimizdan qo'shnimizga yaqin uğurlaştıribdi ishkini. Mo'yaf uğurlaştıribdi. Bu mutlaq bexatar degan gap. Masalan, Bejandan aşağı bir uchirib olsa, buni hech kim anglamaydi degan gapda. Yani nima uchun mutlaq bexatar desa degan vaqtda bu fizik qonuniyatlar asoslanganlik bo'lganligi uchun mutlaq bexatar deb qaraymiz. Uning keyin kvantningki taraqqiyoti degan vaqtda masalan 90-yilda asli burilib boshlagan narsa bu. 90-yilda vaqtcha 1 bit, 2016 5 bit, 2019 vaqtda uçurlar çıqqan bu bunun kuantum texnikasi, kuantum fizik. Asli burilib boshlagan. Endi 2023-da 1000 bitlikdan. Endi 2029 vaqtda 1 million bitlik. Yani bu 1 million bitlik chiqqan vaqtda andın hozir insonlarning ensirayotgan shifrlashtirish, maxfiy nomerlarni echib o'tish, andma bitcoinni buzg'unchilik uchirtish degandek-chi. İqtidori bo'ldi deb qaralyapti-chi. 1 million kubit bo'lgan vaqtda. Shuni hozircha ensirashning o'rni hojati yo'q deb qaraydi. Onun keyin 5G texnikasi, buni burun chiqarib qo'ygan nima bu? Turk odam ijod qildi. Uni cho'da yoqda Jungodagi to'rxumarlar izlab jirib topdi bu odamni. Shundan 600 million mablag' soldi deymi? 600 million mablag' solib shu yilda 1 milliard foyda olgan. Endi hozircha buni bu yerda eng chiqadigan degan vaqtda 5.15 deydigan bir nusxasini e'lon chiqaryapti buningki. Yani 5G'dan texidimmi 5G'ni a'lolashtirilgan nusxasi deganda-chi, 5G'ning a'lolashtirilgan nusxasi deb birini chiqaryapti. Endi 6G deganga balkim 6G'ga balkim 2027-yillari gap chiqishi mumkin, 2030 bo'lganda uning keyin umumlashishi mumkin. Umumlashish. 2G, 3G'dan boshlab ishlab boqamiz. Telefon mesela 3G'dan ishlab 4G, internet hozir 5G bo'lib qolib qoldi endi. Bu farqlar nimalik farq bu narsaga tezliklik farqmi surat animadagi bir sonliq ma'lumot bir taraf qo'shishga. Hammasi. Aslida bir resim yo'llasang, bir resim qartang. Anacha yoqda 5G har bir texnikalar 2G, 3G, 4G, 5G bo'lmaydi. Bularningki boshlangan vaqt. Endi cho'da yoqda bularningki iqtidorini qanday o'lchaysa degan vaqtda chekinish vaqti degan, nima kechikish vaqti degan bir narsa-chi. Bu kechikish vaqti degan nima degan vaqtda, masalan, bir signal sizga tushdi, sizdan qaytib kelib
aş joyi kelgandan keyin unikini ifodalanadi. Masalan, siz bir ko'zning nuri, ko'zim shunday, birsini ko'rdi, u nur u odamga tushib, o'zimizning ko'zi qaytib kelgandan keyin odamkin deb ko'ramiz. Shunga o'xshacha oshadagi kechkish farqi bor. Endi ikkinchininki ko'z nuringiz tushidi, uni kechikib kelishga taxminan deylik, endi 2 minut ketdi deylik. Endi 3 minut yo'qda 1 minut ketdi desak, 4 minut yo'qda 50 sekund, 30 sekund ketdi desak, 5 minut yo'qda 5 sekund ketdi degan gapda endi. Endi manda da o'xshatadi. Mana buni keyin agar fursat bo'lsa, texnik tafsir so'ziga yo'qda yaxshi tushunadi. Endi buni cho'da yo'q, buni nimpa hozir mana bu mashinalar bor-ku, AI mashinalar, sun'iy aql mashinalar, sen Tesla deymiz. BIA deymi, Jungoniki. Sen turklarninki yo'q hozircha. Ashlar bu sen ashlamalik kamera bor oldidagi. Kamera xatarlik bir oldidan bir mashina chiqib qoldi deylik. Oldidan bir mashina chiqib qoldi, ashninki yüzünü ağaçdan qarta turmuzlash kerak-ku endi. Xatarlik deb turmuzlash kerak yoki chetga kelish kerak degan gap. Ağaçlarga chekinish vaqti qancha uzun bo'lib ketsa, aning xatarlik shuncha ko'p cho'ng'iydi degan gapda. Chekish vaqti qancha qisqa bo'lsa, shuncha tezlik hukm qila oldi, to'xtata oldi degan. Shu buning taraqqiyoti texnimi shu endi cho'da yo'qda AGI bilan ASI bor bularningki. Üstünlük değil mi? Üstünlük resim. Ama. Uy. Yok kendi astadım ya. Ya mavi ya. Yani bularni çoğu yoqda men bularniki aldın qaytım sözlüge vaqtimda şu oyunchilik ketib qoladi deb o'ylagandim-chu. Oyunchilik ketib qoladi deb o'ylagandim, AI'dan AGI'ga o'tish deganni. Hozir qarasak oyunchilik ketmaydi, o'xshaydi 2 yil 3 yil ketadi. Ya'ni sen aldın nima e'lon qildi-ku? Google'ninki nimiz boshliq bor-ku, CEO'si. Shu biz AGI'ga ketib boramiz debchi. Salman OpenAI'niki. Shu maydacha biz AGI'ga yaqinlashib qoldik deb. Endi Jungo hukumatining buning mablag' sog'an mablag'i 116 milliard deyman. AGI'ga hisoblagan mablag'i. Endi bu Jungo hukumati qanday soldi degan vaqtda Jungoda oldingi yil 2024-yilda qurilgan IT shirkatlar 1 million 300 ming degandek. 1 million 500 ming. Men chiqib Facebook chiqargandim. Uning keyin Uyg'urlar qurilgan, hozirgacha qurilgan tashkilotlar 250 kun deb chiqarib qo'ysam, millionlab ketgan bo'ldi. Tashkilot quribda oldida bo'lgan bilan boshqa narsa eng oxirida AGI o'tib ketgandan keyin ASI keldi. Bu AGI'da hozirgi meningki o'ylig'im 2000 AGI'ga kim ega bo'la olsa, bundan keyin yana azan Amerika hukumati 45-yildan tortib hukmronlik qildi-ku dunyoga. Ya'ni hukmronlik qilgan gap dengibni o'tkazdi hamma davlatga. Shu hukmronlik degan gap. Endi AGI shu hukmronlik qila olgan odam bundan keyingi ASI bag'icha hukmronlikni qo'l tutadi degan gapda endi. Her bir dünyada şu texnikini keşif qiluvchi, şu texnik kodroqi davlatniki dunyoga siyosiy o'rinni qayta ishlab chiqadi degan gapda hamda degan. Shu to'rtjon inqilob bor-ku, sanoat inqilobi de endi ashninki 5-sikalliqchu. Ashni tuta olgan odam yo'qolmaydi. Tutanmagan odamcha yo'qoladi degan. Raqobatlar xirasini 30 qilib qoptikamiz-da, biz mesela shunga vatanda bo'layotgan bu nimalarni hammasi. Shu biz birinchi qatorning sanoat inqilobiga yetishamadik, ikkinchi qatorning sanoat inqilobiga dash qo'limizni bir urib qo'ydik, qo'limizga tegib yo'qolib ketdi. Uchinchi qatorligiga yetishgan to'q xili. Ana masalan IT shirkatlari qurilgan-ku Uyg'urlarda 90-yillar degandek. Uning keyin 5-chi qatorlik endi fursat mushu. 5-chi qatorlik sanoat fan texnik inqilobi bor. Ana buning uchun yo'qda yani 20 yildan keyin bo'lishi mumkin deb faraz qilingan. Men shuni faraz qilgandim, ammo hozirgi ahvol qarab vaqtda 10 yildan qisqa ahvol qoldi-da endi. Ashni 5-chi qatorlik sanoat fan texnik inqilobini qo'lga tuta olgan odam, ashni hech bo'lmasa poyezga chiqa olgan odam, bundan keyin hayot qoladi degan gap. Bo'lmasa hayot qoldi, shu qulning o'rniga o'tadi degan gap. Okay, uning keyin Amerika bilan Jungo raqobati degan gap. Bu yerda Amerika bilan Jungoniki
Muşu AI üstünlüğü aqılıga pen texnik iş qilib pen texnika sağam məbləği muş 2025 yılıq pen texnika sağam məbləği qarab turib bularninki qancha raqobatni qancha keskinligini bilalaymiz deganda. Amerika 500 milliard məbləğ saldı. Bu ko'rinligini Amerikadagi nurg'un shirkatlar bor. Hatto bir shirkatninki bir Turkiyada davlatning kuchli shirkatlar bor degan gapda. Endi bu raqobat nakati degan vaqtda o'zaro bir-birini cheklash keldi. Masalan, TikTokni cheklash buyrug'i, uning keyin ikkinchi rasmni qarasak, mana shu milliarderlarni, ya'ni Trump oldiga yig'ib oldi-da mana. Dunyodagi milliarderlar. Bu bekordan bekor rasm emas bu. Bundan keyin mushular kuchli bo'larsa, davlat kuchli bo'la oladi degan gap. Mushular ojiz keyinda qoldi degan gap, davlat shu keyinda qoldi degan gap. Ya'ni go'yimda o'tirib o'ylab qoldi ekanda, endi TikTokni Xitoyliyasi deb bu narsa boshlaymiz Amerikadagi buniki. Buni cheklaymiz yo sotib olamiz, bu degicha bu o'zim buni ishlab chiqariblarki, ana shuni qo'llanib mani cheklayasizlar bo'lmamdiganda deb. Bu narsa yosab tadqiq qilib bozor silish uchun nurg'un mablag' necha yil vaqt ketadi ekanda bu narsalarga hamsa. Shu. Pul ketadi, ham iqtisodim ketadi degandek. Aslida bu TikTok bilan nimaning hammasining payi bor-ku buningda. Bu aloqa Elonning va Trumpning bo'lishi mumkin degandek-ku. Shunaqaki DeepSeek'ninki pay bozorini unda qilib etdi, bunda qilib etdi deydi-ku. To'g'ri, qilgan bo'lishi mumkin, ammo mening o'ylaganimda bu yana baylar ziyon jiqtatmidi, yana bay bo'ladi. Kambag'allar, namoratlar yana namorat bo'lib kelgan. Nimishqa degan vaqtda bularning payi undan bor-ku. O'zidan chiqib ketib, u g'alba qismi yana balani tangshilib yuqori ko'tarib foydali mana degan gap. Endi Amerikaning mayda TikTok'ni chiqarib qo'ydi, masalan, Trump chiqsa unda qildi deb ishlab oldi-ku. Unda cheklash Junguniki bunda cheklandi deb. Amaliyotda ikkisiniki cheklash nimasi o'xshamaydi. Baydenning cheklash nisbati cheklashi siyosiy jihatdan cheklaydi degan gap. Endi Trump degan vaqtda iqtisodiy jihatdan cheklaydi degan gap. Endi qaysininki nimasi kuchli bo'ldi degan kelmizda endi. Qaysining cheklashi yaxshi bo'ldi va unumli bo'ldi degan qaraymizda endi. Shuni qarasak, Amerika Trump davridagi qarasak, Bayden davridagi qarasak, aniq ko'rib olamiz shu merdagi farqni. Masalan, GDPning o'sishini ko'ra olamizda. Masalan, Trump keyingi rasmda bor. Oxirdagi rasmni qo'yaymi? Mana qarasak. Buni qarasak, Trump davrida Junguningki GDP'sining o'sishi qanday bo'libdi? Ondan Bayden chiqqandagi vaqt bilan GDP'ning o'sishi qanday bo'libdi degandekni ko'ra olamizda mana endi. Shuningdek, u Trump chiqdi, unda bunda bo'ldi deyish u mumkin belki aşırı o'tganlik. Nimishqa degan vaqtda Trumpning yanidagi odam kim u? Eng yaqini Elon Musk. Elon Muskning 2009-yilda boshlangan projekti eng chong, ya'ni Osiyodagi, dunyodagi eng chong deymiz-ku, zavodi. Ya'ni Shanxayda qurildi-ku, Tesla'niki. Ham ochildi degan. Yana birisi Elon Muskniki Alibaba bilan shirkat bilan bo'lgan munosabati andan Tencent, ya'ni Tongshan shirkati bor. Ular bilan bo'lgan munosabatlar degan hammasi aloq munosabat bor endi. Shuningdek, buni cheklash manda bo'ldi, to'g'ri chekladi, o'zining manfaatini birinchi o'ringa qo'ydi. Ammo mening o'yladim endi, masalan, Elon Musk nurg'un nima sotib oldi, o'zim 500 ming dona deymi GPU sotib olgancha, nimadan, Nvidia'dan. Yani dünyadaki en güçlü kompüter aşı Elon Musk degan gapda endi. Endi aşı meniki DeepSeek'ninkini yolg'on deyishimga sabab, endi yolg'on deyishim GPU'ni ishlatish soni ozlab qolgan demakchi-ku. Balkim ololmagan bo'lsa, aşı Elon Musk bergan bo'lishi mumkin deb qarayman-ku. Jungo Nvidia'dan bevosita setib ololmagan bo'lsa, unda bergan bo'lishi mumkin deb qarayman. Shuning bilan bugunlik nimamiz tugadi endi. Oxirida aytdim endi bu chiqdi. Bu savollar chiqdi. Endi biz qanday qilamiz degan gap bo'ldi endi. Endi sizni bugun bu 4 temaga to'xtaldingiz, to'g'rilgan temalarimiz. Endi bugun umumiy bir tushunchada, yana bir presentation qisqa shaklda bir tushuncha berdingiz. Xudoyimiz bundan keyin endi buni texnik chunqurlab, hammamizni ayrim bir kiramiz bu temalarga. Ichkarilab. Inshaalloh. Bu
xalqimizmi bu bilim bilan, fan texnika, bu ilm fan bilimlari bilan bu dunyo shu qadar taraqqi ketdi. Biz ishlatimiz bir narsa mesela burun biz chet el yangi chiqqan vaqtida Nokia ishlatayotgan hozir iPhone 15 bo'lib ketdi, 16. Narsa yangilayotdi, lekin bizda hech bir ilgirlash yo'q-da. Biz ishlatayotganmiz, shunda qarab bo'lsa, andan nimkem, mandan askan debda buni halqa yushurun oqib nemisligini bilmaymiz. Jiqadam tushunmaymiz degandekda. Ana azizlar ma'nos bilgan umumyuzlik bir qisqacha tushuncha berdingiz. Men nurg'un narsa bilmayotgan bo'lsam bilib oldim. Shundaqla iqroldagi nurg'un qarindoshlarimiz bu yangiliklardan his qilib o'zidagi nima ishlatayotgan, qaysi davrga qarab ketayotganligini ilgirki fan texnik inqiloblar davrida bir qancha ancha bo'lsa bir asl degan gapda hamda o'ziga bir savolni qo'ydigan gap. Buni biz bir yangiliklardan boshlab aytdirdingiz. Rahmat va vaqtingizni chiqarib qilganingizga. Bo'lsa bundan keyin mushni degan so'zgan to'p cho'ng sari so'zingiz buni har bir sohasini tutib turib, fikrlab kirish orqali xalqimizni mush fan texnik yangiliklardan yangiliklar uchrashtirish bilan birga xalqimizning azroq bir tafakkur emini o'stiradigan, yangiliklarga intiladigan mush jihatlardan yani sizdekmida yuqori o'qigan, mushni tadqiq qilgan odamlik ehtiyojimiz bor. Ham xalqimizning ham ehtiyoji, millatni oqotish uchun bu jihatda bir yana davomli ekranga chiqib xalqimiz so'zlab berishimizni umid qilaman. Buni oxir deydiganim hamda. Men bu kasblardanki amaliy oliy maktabdami, endi magistrlikdami, doktoratdami o'qigan kasb qaysi degan vaqtda cho'ng sonliq ma'lumotlarni analiz qilish orqali maqola yozgancha men. Endi IT, AI, andan kvant texniklar jo'ra vaqtda o'zim izlanib, o'zim o'qib, ya'ni o'qib deganim o'zim izlanib degan gapni. O'zim izlanib, o'rganib qilayotgan narsalar. Endi mening maqsadim bu yerning mening bir nimam kichkina datib yetildirgan bir narsani o'rganaman, o'rgangan narsani boshqalarga o'rgatib olmayman, kuchimdan yetishicha. Endi bu yerga chiqib so'zlashimdagi maqsad meniki, bizniki mush kasb o'qiganlar bo'lsa, ashlar chiqib turiblar, sening ma deganing xato deb chiqib chiqsa men to'rni berib, chiqsalar xo'jaham deb chiqib ketmayman-ku. Men ashlarni mushaga chiqarish maqsadim. Ma ro'yingizga tashakkur, rahmat deyman ro'yingizga. Biz mana shundoq yüzü paydalanish, qo'llash boshqa narsa, o'zligini xalqqa taqdim qilish boshqa narsa. Bu eng oliyjanob ruhda mana xalqni boshqalarga beg'ishlash bir ro'yingiz borki, bu ro'yingizga rahmat. Shundoq ikro olgan boshqa qarindoshlarmi bo'lsa, mushlar yuqori o'qigan, fan texnik sohasida, ilm fan sohasida yuqori o'qigan qarindoshlar texnik ko'p chiqish orqali bo'lsa bir nechadan chiqib munozara shakllarda ama sizning da'vat qiliningizda mayli nuqta qilib qoldi, yo biz mandaraqda degan asosda ma'lum bir masalani o'qishmagan nuqtadan kuzatib, o'zining fikrini qo'yish orqali mana bir ilmiy munozara shaklida olib borsak texmi yaxshi buningga. Undan boshqa har qaysi sohalarda o'qib, bilimga to'shqan qarindoshlarimizmi bu bilim ichimizda qilib qolmasin. Bu bilimni millatimizga bildiraylar. Xalqimizga bildiraylar. Shunga buniki Uyg'ur choyxona suhbatxonasi yolg'iz siyosat muloyizalar emas, boshqa fan texnikasi degan boshladi. Yani undan boshqa tarix, har sohaga kirish orqali mush sohada o'qib chiqqan xalqimizni qarindoshlarimiz ekranga chiqish orqali xalqimizni oqotish yeb berish, xalqimizni ro'yini bir uyg'otish uchun bu sohada davomli yana boshqalarning ko'plab ekranga chiqishni umid qilaman. Tavsiya qilaman. Sizga yaxshi bir boshlanish nima qilib berdingiz degan ko'pdan ko'p rahmat. Yaponiyada kech bo'lib ketdi hozir. Soat 11 da ish ketisizlar hozir. Vaqt e'tiboridan endi mana shu savol qismiga kiramiz. Bir necha savollar bor. Bo'ldi. Birinchisi sun'iy aql davriga qarab ketyapmiz-da, hisobda sun'iy aql nimasiga? Bu sun'iy aql xatarlikmi? Xatarlik desa xatarlik. Aslan bir qaysiyatlarga vaqtda qo'lingizga qilishdan birini berdi. Uyda o'tirib sayyoh qilsangizmi bo'ldi. Urush qilib o'zingizning vatanni qo'g'dirsangiz bo'ladi. Yoki bo'lmasa sir chiqib bekatdan bekaga birsini urib qo'ysangiz bo'ldi-ku. Demak, u sizning kontrolligingizda. Bu AGI-mi, ASI-mi, yaqinchi bo'lsa-mi, qismi kim yasadi uni? Adam yasadi. Shunaqa. Demak, uning ma'lum bir kontrollikni o'zi bekitadi deganda. Shunga mening nazarimda bu u xatarlik emas. Uni qo'l tutgan odam xatarlik. Va'dada qilishni sey to'g'risini bo'ldi. O'zingizning erkakligini tutib vataningizda qo'g'dirsangiz bo'ldi.
Yakınımız şu, bir kadın ketip adamı türmeye kirsen buldu. Shuningdek, buni u xatarlik emas, oshni qo'lda tutib turgan insonning o'zi xatarlik. Xatarlik yo'lga ishiltimasa xatarlik, to'g'ri yo'lga ishiltimasa to'g'ri degan gap. Rahmat. Endi bu sun'iy aql taraqqi qilmayapsa hamda nurg'un narsa hozir hamda dilqi maqola yozgan hamma narsa sun'iy aql ishlatyapti. Nurg'un xalq ishsiz qoladi shunday hamda kelgusida. Bayadın deb ketdim, to'g'ri, ishsiz qolganlarmi chiqadi, ammo uningki yaratilgan fursatlarmi bor deydi. Chunki biz deymiz-ku, har ishda bir xayri bor deb. Shunaqa. Bayadın Bill Gates Hindistonda 10 ming shu AGI'ninki aşağıda sahada adam terbiyelemek Aşağıdan şimdi biz onu terbiyelersek 2030'ça. Biz gidip onun çıkıp gelsin, onu terbiyelersek biz gideriz şu. Hazırki ahvalımızga. O to'g'ri nurg'un istiqlar ama nurg'un sahalarni ochadi şu bu yana. Shuningdek bir narsa chiqdi, uninkilik manda ishsiz qo'ydi, unda ishsiz qo'ydi. Sen kompyuter chiqqan vaqt nurg'adam ishsiz qilishni o'ylaganti, mashina chiqqan vaqt nurg'adam ishsiz qilishni o'ylaydi. Tugiladi o'tib ketdi, yariladi o'tib ketdi-ku. Shunaqa. Har ishninki o'ziga tushliq ruli va har kimninki osh davrida o'ziga tushliq rizqi va tep yeyalisizlar. Shunaqa. Endi ishsiz qilish ehtimoli to'g'ri, ishsiz qilish ehtimoli bor, ammo xizmat purust yaratish ehtimolligi uni ko'z tutish kerak-ku. Mutlaq uni qarab olmaslik kerak. Endi albatta kvantum texnikasiga hozirroq to'xtaldingiz. Burun bizmi anglayapti bu kvantum texnikasi asosan kvantum kompyuter bozorida qolib qolsa, nurg'unlagan yangiliklar keladi deb hamda har xil anglaymiz-da. O'sha kvantum kompyuterni insonlar zot qo'lga ishlatishgan biz davrlar qachonroq kelasizcha? Kelmasmiki. Endi qo'lga ilib kelmaydi deb qarayman-ku. Balkim favqulodda taraqqi etib qolsa, kelib qilish mumkin 2030-yilga borganda. Ammo nima ish qildi desa degan vaqtda kvantum texnikasi bu intan tuven temperatur 0 dan tuven 273 gradus so'g'u. Aşında bir muhit xizmat qiladi-ku bu. Ya'ni bilsa uning atrofdagi narsa ta'sir qilmasligi, tavrinish nihoyat oz bo'lishi kerak-ku. Anda bo'lgandan keyin unda bir muhitni yaratib bu uyingizga qo'ya olasiz, uyingizga sandiqda qo'ya olasiz uni. Hozir sotiliyotir bozorlarda. Ammo bu qo'lga chiqish ehtimolligi nihoyat tuvanchi, bizda bir ehtimolligi bor degan gap. 270 dedingizmi? Eng yuqori temperatur ma'lum tajriba qildik biz. Eng tuvan 150 0 dan tuvan 150 Selsius gradusga tajribaxonaga nimaniki to'g'latgan shekilde nima saqlaymiz-da, viruslarni. Ilib shundan ichib o'qish deganning shu min chiqildi, tutan ishlab baqdik tajribalarimizdan chiqildi. 270 degan o texdimi nimada? Biliq mutlaq 0 gradus deymiz-ku uni. Uning keyinchi yoqda yana bir avzallik yoqda siz o'zingizniki klassik kompyuterlarda kvantum kompyuterlarni ishlata olasiz degan. U tarafdan yaxshi degan. Endi mening maqsadim nima degan vaqtda mush kvantum kompyuterlarni ishlata oladigan Uyg'urlarni azroq bo'lsin foydasi tep qolsa, ular bundan keyin shirkatlarning ashuna bir nimasi ochiladi-ku. Shu cho'ng sonliq ma'noda analiz qiladigan, undan IT shirkatlar bo'lamdi. Ashlar degandek hammasi shu keyin asta-asta mush kvantum kompyuterni ishlatadi-ku. Uni ilib ishlatilmagandan keyin hamda uni bulutga bog'lanib turib, kvantum kompyuterni ishlatadi-ku. Masalan, IBM'nikini hozir ishlatgan bo'ldi-ku. Men darsim tikki o'zimni qanday so'zlayotgan darsim tikkanda ashni mashg'ulotni tang ilib boramiz-ku. Tang ilib berib ishlataman degan gap. Uni ashna bir ehtimol bor. Endi buning fursati miyada yaratildi-ku. Siz hozirda kvantum kompyuterni o'rgana olsangiz, sen haqsiz tarbiyalashlar borchu, IBM'ninki, Google'ninki haqsiz darslar bor degan gap. Stanford universitetininki bor degan gap. MIT'ninki degandek darslar borchu, haqliq darslar, haqsiz darslar degan. Ashlar qatnashib hozirni tartib tayyorlab qilsangiz, balkim 2027-yilda bo'lganda ashunda shirkatlarning ashunda bir nimasi ochildi, ish ko'znak ochildi degan gap. Rahmat. Yana bir savol, 5G texnikasi hozirdangiz 5G texnikasida 5G texnikasi xatarlikmi? 5G texnikasi bu nima qaraymiz-ku buni? Do'lqin uzunligiga qaraymiz-ku. Sen 4G, 3G, 2G dedik-ku bu yerdan. Ashundanki qanchaki G'si yuqorilagan sari aning do'lqin uzunligi bor-ku.
Dolqun uzunluğu şunchalik qisqaraydi-chu. Masalan, sunniy maradin bizninkiligi qubulg'ichi bor davlatlarniki. Ashning kelgan signal nimasi deyapti 10 kilometrdan yuqori bo'ldi-chu dolqin uzunligi. Endi dolqin uzunligi bir dolqin cho'qsa, yana bir dolqin cho'qqisininki oraliqini o'lchaydi-ku. Ash 10 kilometrdan uzun cho'ng bo'ldi-chu bu. Endi biz hozir ishlatayotgan Wi-Fi'lar degan vaqtda 1 metrlar atrofida bo'ldi-chu. 1 metrdan kichik ashna bo'ldi degan gap. Uyda ishlatgan Wi-Fi'lar. Endi bu anda ishlatib kelsangiz degan vaqtda, sizlar quyoshninki nimasi? Biz quyosh nurininki nimasi? Yorug'lik dolqini degan vaqtda uninki hozir biz 5G degandek uning qarorni biroz kichik bo'ldi-chu texi. To'g'ri, uzoq muddat shikay yevasangiz shikay kesilib qolgandek. U muhitda uzoq muddat turaversangiz uning ta'siri bo'lishi mumkin. Bo'ladi deb qaraymiz endi. Ammo haliq bizningki quyosh ostidagi bizga ta'sir bo'lgan bilan ani selishtirib baqsak, aning natijasi kichik bo'ladi texi. Shuningdek bek ensirab ketishning o'rni yo'q deb qarayman. Agar 6G bo'lib qolsa, texidimi kichiklaydi-chu. Bu qancha kichik bo'lsa, teshib o'tish nimasi shuncha kuchli bo'ladi-chu. Masalan, rentgen nur bor-ku. Odat kitoblar qaraganda rentgen nurininki dolqin uzunligi kichik-chu, shuningdek energiyasi yuqori ham kichik. Shuningdek terini kesib chiqib, so'yani ko'rsatadi degan gap. Shuna ancha ensirab ketishning o'rni yo'q. Rahmat, hamsi bugungi suhbat programmasi yaxshi bo'ldi. Shu bir yangi bir suhbat programmasi. Yangi texnika, yangi nimalardan bizni qisqacha bir tushuncha berdingiz. Men bu shuni anglash jarayonida bizning burungi o'qigan ba'zi nimalarniki, masalan, quantum physics qoidalarini o'qiganda shu bir narsa ba'zi narsa ko'z oldimdan bir o'tgandek bo'ldi. Shu nurg'un ikromli qarindoshlar balki boshqacha his qilgandim. Buningdek yangi bir texnikalar, yangi nima qilib qolsa davomli yana sizni taklif qilamiz. Bu yana boshqa qarindoshlarmi o'zininki o'rgangan bilimlarini xalqimizga bir taqdim qilish, o'ylashgan bo'lsa har zaman uning fursat yaratib beramiz. Vaqt munosabati bilan bir soat bo'libdi. Programmamizni inshaalloh oxirlashtirdi. Sizga ko'pdan ko'p rahmat. Alloh rozi bo'lsin. Xalqimiz uchun o'zingizning bilgan bilimlarni xalqimizga taqdim qilish uchun vaqtingizni chiqarganligingizga ko'pdan ko'p rahmat. Rahmat. Sizga navbat oxir deydiganim endi. Meniki o'zim bayatni boshda bitib ketgandek, o'zim o'rgangan narsalar bular. Shunga mutlaq xatoliklar bor. Shu xatoliklarni ko'rsatib bersanglar, ham tuzishib bersanglar, intayin rahmat aytaman. Xush bo'laman. Uning keyin joyi yo'qda, agar mush quantum texnikasi, statistika degan darslardan boshlandi, meniki YouTube kanaliga kirib aşağıdan qaytilib olsanglar, naqmayda anglay olasizlar darsga. Har shanba kuni Yaponiya vaqti 21 da boshlanadi quantum darsi, nima, statistika darsi. Quantum darsi har seshanba kuni 21 da boshlanadi. Yani 21 deganimiz soat 9da Yevropa vaqti, masalan Gollandiya vaqti soat 1 degan gapda. YouTube kanalingizniki ismi nima YouTube kanalingizniki? Qalbil. Qalbilmi? Ha, bo'ldi. Bularni qattiq mashina inkas. O'shada qalb bilib ol degan ma'noda qalbil deb. Rahmat hamsa vaqtingizni chiqarib xalqimizda o'rtoqlashganingizga yaxshi mazmun bo'ldi degan suhbatda bir qarindoshimiz inkas yozibdi. Bu bir yangicha birni bo'ldi. Yani buniki yangi suhbatlar yana davomliqini huzuringlarda hamsa degan so'zni oxirlashdi. Hammalarga Allohga emanet. Allohga xo'sh, Allohga emanet.